Xo'sh, sizlarni bu oshxonaga taklif qilishimdan maqsad oshxonada qanaqadir bir konkurs ketyapti ekan. O'sha 2 kilogina osh yeyish kerak ekan. Ham osh yeymiz, ham pul berilar ekan g'olibga. Bizga pul muhim emas. Biz jamoamiz sha'ni uchun harakat qilishimiz kerak. Tushunarli, lekin kechirasiz, bu joyning nomi nima ekan? Chuqur Samarqanddek. Nimaga chuqur? Nomi shunaqa. Nima uchun chuqur? Chuqurda joylashgandi-da, men ham qaydan bilay. 2 kilogina osh bor yo'g'i. 2 kilo oshmi? 2 kilo oshni yarim soatda yeyman o'zim. Aniqmi? Ha, javob berib qo'yaman 2 kilo oshni. 2 kilo oshni 20 daqiqada yeyman. Yo'q. Agar yeyish kerak bo'ladigan bo'lsa, men ham bir 10 daqiqalarda yeb qo'ysam kerak. Odam xursand qilyapsizlar lekin. Javob yeymiz. Shartlarni hozir chaqiramiz, o'zi tushuntiradi, nima bo'ladi, nima qo'yadi, shunga qarab ko'raveramiz. Lekin men osh yeyolmayman. Aytib qo'yay sizlarga. Tan olib aytamanki, men osh yeyolmayman. Assalomu alaykum. Ana keling, osh keldi. Bugun chuqur oshimizda chaqmoq guruhi kelib kelgan 2 porsiya oshimizni yeyishga. Buni shartlari haqida bir tushuncha berasiz? Aka, bu 2 porsiya oshimizni yeb bersangiz, yarim soatda 600 ming so'm pul beramiz. Agar mabodo 10 minutda yesangiz $200 pul beriladi. Ham osh bepul, dasturxonimiz bepul bo'ladi sizlarga. Yoqimli ishda. Agar yeyolmasak-chi? Yeyolmasangiz shu dasturxon pul bilan 160 ming so'm pul berib ketasizlar. Va hokazo qo'shimchasi bilan 250 ming so'm pul bo'ladi bo'lsa. Bor yo'g'i. Bor yo'g'i shu pul. Voy. Mazalini qarang, turishini qarang. Qani marhamat. Yarim soat. Yo'q, men yeyolmayman. Esimdan chiqdi, meni yezmanmi bor qornimda, oshqozonimda. Men yeyolmayman. Alibek, Men o'ynamayman. nimaga? Hozir 20 minut yeyman deyotding-ku. Mazam qochdi o'zi. Go'shini ko'rib mazam qochdi. Sanardim, bormidim sendan. Men jon deb yardim-u, lekin hozirgina uydan ovqatlanib chiqdim. Bu yerda jamoamiz sha'nini o'ylash kerak. Guruhimiz sha'ni uchun ham o'zim yeyman. Oling oshni bu yoqqa. Siz Bering. sen o'tingda operatsiya qildirgan eding-ku. Pul beraman degan joyda o'tga nima bor? Opamiz yesa, 1 soatda yesangiz sizga 1 soat vaqt $300 pul. Agar yarim soatda yesangiz yana $200 pul bo'ladi sizga. Men bolalarga bir iltimosim bor. Jamoamiz uchun men mana shu qo'limdagi bor pulimni tashlayman. Jamoa nomidan Sardori $10 ming bir pachka tayiladi. Opa sizga vaqt ketdi. Siz 1 soatda yeb bersangiz $500 ham jamoangiz nomidan $10 ming sizga pul berilyapti. Vaqt boshlandi. Yigitlar, sizlar yemaysizlarmi? Yemaysizlarmi? Demak, boshlandi. Sizga ishonaman, siz yeysiz, uddalaysiz. Jamoani sharmanda qilmang. Chiqmasin. Buni so'pa sizga yoqimli ishtaha, men yarim soatda kelaman. Moling xuram bo'lsa, berdi Xudo. Xotining xuram bo'lsa, urdi Xudo. Pul uchun emas. Jamoa uchun yapaman, jamoa. Agar shuncha pul bo'lishini bilganimda 3 kilo bo'lsa ham yerdim mana shu oshni. Qo'ysang-chi, yutqazib qo'ysang, pul to'lashdan qo'rqib turib yemading. O'zing-chi, o'zing. Yo, men-ku yeb qo'yardim. Uyda ovqat yeb qo'yganimda. Yorilib ketmang yana. Bir gap bor. Yegan qorin chirimas. Tirsa ham o'ramas, yeyish kerak. Yutadiganga o'xshaysan-ki, lekin hamma pul keyin doktorga ketmasa bo'lgani. Opamiz oshni yeb qo'yibdi, opa. Mana buni osh yeyish deydi.
44 mingta yeb bo'libdi ekan. Birinchi ayol ishtirokchimiz g'olib siz bo'ldingiz. Sizga mana 10.300 dollar pul. Qani 200 dollari? Bir soatdan oldin bo'ldi. 44 mingta yeganingiz uchun shunday 300 dollar. Ana 44 minut o'z tilingizdan aylanib o'tiribsiz. Qani buni 200 dollari? Bo'ldi, sizga pasta berib beraman. Ketdik. Biz yetdik. Hadi. Biz yetdik. Çakmakmız, söz mağzını çakamiz. Kulgu bilan jilmayib, ko'zingizga boqamiz. İstersangiz marhamat, bizni bir tinglab ko'ring. Kimga yoqmaydi yana, kimlargadir yoqamiz. Yoqamiz. Yolg'onlarning boshiga urilgan bir to'qmoqmiz. Birovlarning ustidan kulishdan ko'p yiroqmiz. Alo. Usta bu? Ha, yaxshimisiz? Hormang. Hali ham shu eski joyda ishlayapsizmi? Ha, bir bormoqchi edim. 1 soatda? Ha, bo'ldi, o'zi borguncha shu atrofda 1 soat bo'lib qoladi chamasi. Xo'p. Bo'ldi, 1 soatda keling. Xo'p. Alo, Firuz aka yaxshimisiz? Ha, Alibek. Qanday soling yaxshimi? Aka, hozir meni oldimga bir odam keladi-da. O'zimda yaxshi akaxonim. Endi men undan pul ola olmayman. To'ylarimizda ham xizmat qilib bergan o'shani sizni oldingizga yuboraman. Vaqtingiz qanday o'zi? Hey, ish yo'q, ey. Bitta ikkita mayda juda qilib turibmiz. Ha, jo'nat, o'zi bekor edim. Ha, bo'ldi. Ha. Lekin ozgina bizda ham hissani qo'shasiz. Bir tovog'im, kel tovog'im qilayotgansan-da, ilgarilar men senga berardim-ku, shunaqa klientlar, laqqa baliqlarda. Ha, shunday. Hozir aka meni oldimga keladi, sizga telefon qilaman. Ha, bo'pti, jo'nat. O'zim sozlay kelishtiraman bu yoqni. Bo'ldi aka, kesin telefon qilaman. Bo'pti, mayli. Bir daraxtning shoxida qarg'a o'tirib, qarg'ani cho'chitmasdan qanday qilib daraxtning shoxini kesish mumkin? Tak. Diqqat topishmoq. Oz qo'ysangiz sol deydi. Ko'p qo'ysangiz ol deydi. Nima? Samariddin. Assalomu alaykum. Qachon. Qanday o'zi? Bir yordaming kerak bo'lyapti-da. Navbat ustoz. Mana, xotinni qo'ydasiz. Nima? Birorta bir tanish ustalar yo'qmi? Yo'q bo'lsa qishloqda. Ustoz buni qishloqqa ham demang, buni shaharga olib borish kerak. Zo'r ustalar shaharda bor. Ha. Shaharda sivilizatsiya bor, infrizatsiya bor, vulkanizatsiya bor. Qofiya zo'r bo'ldi lekin. Bundan ham zo'rlari bor. Shaharga borsangiz baxtli, taxtli, uvali, juvali, ahli bo'lib kelasiz. Gap yo'q lekin. Qofiyaga gap yo'q. Bo'lish mumkin emas, gap bo'lish mumkin emas. Bundan ham zo'rlari bor. Tiqilib, to'kilib, so'kilib, tikilib. Gap yo'q. Kayfiyat ko'tardik. Shaharga borganim bo'lsin, gap yo'q. O'zing ham tuzataveradigan raying bor. Shaharga boring, shaharga. Shaharga, naharga, aharga, Zaharga, nahorga, saharga, zaharga. O'zi pillaga o'xshaydi. Ichi to'la pillaga o'xshaydi. 2 litrlik sutni qanday qilib 1 litrlik bankaga
joylashtirish mumkin. Savol. Toshbaqa uchadimi? Toshbaqa uchadimi? Assalomu alaykum. Ya, qo'shni, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sizni tabriklikdan xabaringiz bormi? Pichoq tutyapti meni 3 kundan beri. Menga yordam bera olasizmi? Albatta, albatta. Ha, keling, qo'shni. Davolaydi, qo'lini tekkizmasdan davolaydi. Shundaymi dadasi? Ayo, goh-gohida tekkizishga to'g'ri keladi. Tekkizmay davolaydi. Qani ko'zingizni bu yoqqa qaratib chiqara. Endi bu tarafga qaraychi. Chuqur nafas oling ha. Yana ham chuqur. Yana ham. Tilingizni chiqaring ha. Siz homilador ekansiz-ku. Voy, o'lmasam dadasi eri Rossiyada 3 yildan beri qanaqasiga homilador? O'ylab gapiryapsizmi? Qanday bo'ladi? Voyjon. Nima ahvol? Bunaqa bo'lishi Dadasi bunaqalarni mahalladan quritish kerak tezroq. Buni tezlik bilan mahallaga gruppaga aytish kerak. Bunaqalarni yo'qotish kerak mahalladan. Qani mana kuchug'ingiz yo'qoldimi? Ha, yo'qoldi. Ana buni davochi qo'rqitish, aldasak birdan yo'qoladi. Ana tuzaldingiz. Shunday demaysizmi? Kayfiyatim tushib ketdi. Xafa bo'lib ketdim. Qo'rqib ketdim. Xudoga shukr. Nega yolg'on bo'ladi? Shunda yangilik mahallaga tarqatgan bo'lardim hozir. Birovni qo'y, o'zingni bil, mashinani nima qilding? Endi mashinani remont qilish kerak. Aqlga do'st tutsang a'lo so'zlar. Yo'qsa u suyaksiz balo so'zlar. Kim o'tirgan holda yuradi? Hormang. Yaxshimisiz? Hormang. Qanday bo'lyapti? Bir latifa esimga tushdi. Ha. Bir yigit o'rtog'iga telefon qilib, "Alo, kelyapsanmi?" "Ha, boryapman, avtobusdaman." "Tezroq kel" desa, "Hozir avtobus shofiriga aytaman" degan ekan. Shundayin siz ham Bir ayol eriga qarab, "Sizga ikkita xushxabarim bor" deb. Bittasi yaxshi, bittasi yomon deb. Qaysidan boshlaydi degan ekan? Yaxshidan boshlagan deb, "Yo, yomondan boshlayman" deb boshla degan ekan. Mashinangizni turtib oldim. Ikkinchi yaxshisi o'zimga hech narsa qilmadi degan ekan. Biz ham xuddi shunday xotin bir haromat ko'rsatgan. Mana. qora jemchik. Xo'sh aka, siz o'zimizniki. Buni men qila olmayman. Nimaga? Endi hozir zamon rivojlanib ketgan bir akaxondan bor. Sizni o'shanga yuboraman. Zo'r qilib ko'nglingizdan chiqarib qilib beradi. Qishloqda ham bir usta bor edi. Maqsadda. U qimmat purish aka. Bu arzonroqmi? Ha, bu arzonroq. Alo, Firuz aka yaxshimisiz? Zo'r, o'zingiz yaxshimi? Aka, hozir oldingizga bir akamni yuboraman-da. Shu bir mashinasini zo'r qilib tuzatib bering. Aha, bo'p aka. Bo'ldi aka. Borasiz. Manzili qayerda? Manzilni sizga hozir lokatsiya qilib tashlayman. Mayli. Dunyo juda ham keng, lekin o'rtasida bitta chizig'i bor. O'sha chiziqda nomi nima? Kim biladi? Inson organizmida K harfi bilan boshlanib, K harfi bilan tugaydigan 7 ta a'zo bor. Nima ular? Birinchisi ko'kirdak.
Assalomu alaykum, Mustafa. Ya, rais, keling qani. Haligi Qaysi shamollar uchun? Alibek aka sizmisiz? Ha. Shuni ko'ring qani. Ismingiz mayli? Muxtor. Muxtor aka, qarang. Mashinani ko'rdik. Anchagina ishi bor. Qirilgan joyini najdak deyiladi-da, najdaklar chiroyli kraska qilamiz. Undan keyin eshiklaringiz o'ynab qolgan. Ularni joyiga qo'yib cheki qilamiz. Undan keyin 3 sloyli polirovkamiz bor. Sizniki qora jimchuk rangda. Ha. Zavoddan shunday chiqadi. Uni chiqarish qiyin. Qancha bo'ladi? Alibek do'stimiz hurmatiga 10 million so'm pul beramiz. 10 million? Katta yordam qilish iloji yo'qmi? Yo'q. O'ziga yarasha ishi yo'q. Bir o'ylab ko'rsam bo'ladimi? Mayli, kim bilan maslahat qilasiz? Bir o'ylab ko'raylik ham. Alibek, Ha, Firuz aka. ha buning ham o'ylab ko'rgichlaridan ekan-ku. O'ylab ko'raylik dedidan ketdi, o'xshamadi. Bitta ishni ham bajara olmadingiz, aka. Ha, bo'pti, yana jo'natarsan ketib qolsa. Ha, bo'pti. To'xta, buni hozir soz deyman. Usta kerakmi senga? Alo. Alisher, qandaysan? Sog'ling yaxshimi? Charchamasan? 335 qora jentra borib qolishi mumkin. Jo'natdim men. Qarab, meni dolyamni qo'yib aytasan. Alo, Nodirxo'ja. Do'stim. Alo, ha Firuz. Assalomu alaykum do'stim. Qanday ishlar bo'lyaptimi? Soling zo'rmi? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi, Xudoga shukr, yaxshi. Bitta yaxshilik qilasan, endi sizdan o'gina, bizdan bugina, bizda ham qolib ketmaydi, bilasan. Xo'sh, Oldinga do'stim qora jentra boradi-da, 335. 335? Shuni ustiga 1 million so'm qo'yib, meni haqqimda aytasan, hay? U bu ishlari bor. Xo'p. Ha, bo'ldi, kesin qani ko'ramiz hozir. Do'stim, ishlarga omad. Yaxshi ishlar. Mayli, kelaversin qani. Alo. Assalomu alaykum. Mana Sherzod aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aka, hozir bugun 335 qora jentra. Agar borsa 1 million so'm meni haqqimni berasiz. Xo'pmi? Bo'ldi aka, ko'nglingiz to'q bo'lsin. Sizga borib qolsam, mabodo menga telefon qiling yoki 1 million meni haqqimni qo'yib ayting. Bo'ldi aka, xo'p. Ha, Nodirxo'ja, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, Alibek. Nima gap do'stim? Qarang, men sizni oldingizga hozir qora jimshuk jo'nataman. Nomeri 335. Xo'p. 1 million usta haqi bizga berasiz. Siz ham savobni ham shu boyagi pulga sotasizmi deymanda. Ha, endi zamon shunday. Zamon hozir shunaqa. Nima qilaylik? Bizlar ham non yeyishimiz kerak. Ha, xo'p, mayli, kelaversin qani. Qarang, bo'ldi, Nodirxo'ja, menga telefon qiling, bizni haqni olib qo'ying. Xo'p? Sizga ishondim. Xo'p. Bo'pti. Tug'ilganda uchadi, yashaganda yotadi, o'lganda oqib ketadi. Bu nima? U savol emas.
lekin unga javob berish kerak. Bu nima? Birdan 100 gacha bo'lgan sonlarning orasida nechta 9 bor? Ha, Firuz. Boyadan beri kuzataman. 45 minutlar bo'ldi. Qo'lingni bunday qilasan. Nima biror bir g'am tushdimi boshingga? Aka bilasizmi? Protokan bilasizmi? Ular ham emizuvchiga kirar ekanda. Lekin qanday ko'payishar ekan, shuni o'ylayapman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz shu yerda o'zina kasalimiz borda javob berishimiz kerak. Xo'sh, aka. Menga qolsa sizda hurmatingiz bor. Mashinangizni bepul qilib beraman aka. Lekin ikimdan xarajati bor aka. Bepul qilib berasiz, 2 million xarajati bor. Bu nima degan tushunmadim. Mendan oldin borgan ustalaringiz menga telefon qilib 1 milliondan 2 million berasan deyapti. Ha? Xuddi u bir ayru. Qaysi ekan harf u? Boshida qo'yasiz. Xuddi bir ayru. Qaysi harf ekan bu? Xuddi u bir ayru. Qaysi harf ekan u?